Onasini endi mana shu sinfdoshlarim aytilgan soatga kelmaydi. Shaqillab yomg'irda sovuqatib kutib turishim kerak. Aka, yomg'irda qiynalib ketdingiz. Adushi sizga o'shay. Rostdan menga ham adashmadingizmi? Sizga aka. O'zingiz nima qilasiz zontiksiz? Siz o'g'il bolasiz, men qiz bolaman, o'zimni yo'limni topib olaman. Voy, onasini emsin. Hozir zamon almashib qolganmi? Qizlar bolalarga yordam beryapti. Ismingiz nima? Hamma ayb o'zimda. Oliftalanib, ikkala tarafga 100% tanirovga urganman. Bunaqa yomg'irda big'illab o'tiraveraman. Tilanchiga nima bor ekan endi? Aka, davay, yuring. Orqagami? Ha, yuring, men siz chiqishingizga yordam beraman. Amaki 1 minut chiqyapsizlar, shu akani chiqazib yuboraylik. Yuring. Mashinang yarashdimi, yarashmadimi aka menga? Aka, rangingizga mos tushmaydigan kiyim kiyib olgansiz. Mana buni kiyib ko'ring, sizga rosa yarashadi. Undan tashqari hozir Brand Rose'da 1-aprelgacha skidka ketyapti. Oyoq kiyim, shim, futbolka, vitrovka hammasi 99 mingdan. Xohlagan narsangizni tanlab olib ketishingiz mumkin. Nimadir yordam kerak bo'lsa, yelkama-yelka podeshkadaman, aka. Onasini emsin. Kepkali farishtani birinchi marta ko'rishim. Baxtga bo'kib qolyapman. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Menga bitta cho'tka xuddi qilib bering. Faqat qarang aka. Aka, bizga ikkita xuddi qilib bering. Bittasi обычный bo'lsin, bittasiga sabzini kamroq soling-da, ketchup вообще-то solmang. Qizil narsaga allergiyalari bor-da. Puldan mamma yo'q, faqat cho'tka qilib bering bo'ldi. Onasini emsin. Hamma sirimni bilyapsan. Kimsan ayt? Kimsan menga gapirchi? Meni sevib qolding desam, chiroyim ham kabrioletga o'xshasa. Mashinamga qiziqayotgan bo'lsang, qiziqma. Har oy 5 milliondan krediti bor. Yo, rostdan muhabbatmi ekan-a? Qanaqa muhabbat, jinni romisan? Sinfdoshi Sardorman. Serios tanimadingmi?